samarasidir. O'zbekiston Sudyalar Oliy kengashi tomonidan 3-avlod uchrashuvlarini yangicha yo'nalishda o'tkazish bo'yicha belgilangan dasturga asosan Buxoroda ham keng ko'lamdagi ishlar boshlandi. Xususan, ushbu loyihaga ko'ra Romitan tumanidagi 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida sud tizimida uzoq yillar davomida samarali faoliyat yuritgan faxriylar hamda yoshlar ishtirokida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Romitan tumani Ibn Sino mahallasida joylashgan 1-umumiy o'rta ta'lim maktabida ko'plab ziyoli insonlar tarbiya topgan. Ularning aksariyati bugun ham xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida samarali mehnat qilib kelmoqda. Xususan, sud faxriysi Muhiddin Boboyevning hayot yo'li bugun alohida ibrat maktabi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Sudyalar Oliy kengashi tomonidan boshlangan yana bir xayrli tashabbus sabab ushbu insonning tahsil olgan maktabida 3-avlod uchrashuvi tashkil qilindi. Dastlab sud faxriysi o'zi saboq chiqargan sinfida sinfdoshlari bilan yoshlik damlarini yodga oldi. Shundan so'ng kengash mas'ullari, viloyat sudi sudyalari ustozning sermazmun, ibratli va sharafli hayot yo'li, kasbiy faoliyat hamda inson sifatidagi yuksak fazilatlari haqida atroflicha fikr almashishdi. Har bir maktabda shu sud faxriylari borib, o'zini sinfdoshlari, o'qigan maktab o'quvchilari, kasbdoshlari bilan birgalikda o'tirib, shu bosib o'tgan yo'llar to'g'risida aytib beryapti. Bu o'quvchilar qatnashyapti, ertaga kasb tanlashiga ham katta yordam bo'ladi deb o'ylayman. Bu o'z vaqtida ko'tarilgan tashabbus. Samimiy muloqotlar davomida Adolat posbonining ko'p yillik samarali mehnati, sud tizimi rivojiga qo'shgan hissasi va yosh kadrlarni tayyorlashdagi xizmatlari alohida e'tirof etildi. Tadbir davomida ta'lim sohasida yuqori natijalarga erishayotgan, namunaviy xulqi va faolligi bilan tengdoshlarga o'rnak bo'layotgan bir guruh o'quvchilar kelajak maqsadlari va uni amalga oshirish bo'yicha savollariga javob olish imkoniga ega bo'ldilar. Loyihaning e'tiboriga molik yana bir jihati sud faxriysi maktab o'quvchilariga badiiy adabiyotlar, sport anjomlarini topshirdi. Bu esa yosh avlodning ma'naviy va jismoniy barkamolligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ezgu tashabbusning yana bir ifodasidir. Bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar yoshlarning huquqiy ongi va dunyoqarashini yuksaltirish, ularni vatanga sadoqat, adolat va insonparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.